Aziz hamkorlar, yaxshimisizlar? Hozir men bu SPF kamzani ishlatib turib, meni esimga tushib ketdi. Qizlar ko'pchilik gruppada yozgan SPF ni qanaqa ishlatadi debda. Qaranglar, mana shunaqa sponj qilasizlar. Sponjlaring ozgina namlab olasizlar-da. Yuzlaringga qiladigan bo'lsangiz, shunaqa tekis, shunaqa zo'r yotadi. Men ofisga borgan vaqtimda aytadi: "Sizga nima ishlatasiz? Nimaga bunaqa chiroyli yaltirab turadi?" deb. Bu SPF ga ham himoya qiladi, ham namlantirib beradi, ham uhud qilib berar ekan. Vashshi SPF ni ishlatganimdan beri yuzimda ajinlarim yo'q qizlar. Shunaqa ko'zlarim tagi bilan so'ramang-ku. Bilasizlar, ko'zda tagiga qancha ko'p uhud qilsangiz ham o'sha tez anaqa beraveradi-da. Qaranglar, shunaqa zo'r, tek zo'r yotadi. Yuzga tak mana shunaqa qilib ishlatasizlar. Bo'ylarim tagi bilan ishlataman. Vashshi zo'r anaqa